Biz hozir sizlar bilan kislotalarning tuzlar bilan ta'sirlashish reaksiyalarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga 3 ta probirka, pipetka, xlorik kislota, sulfat kislota va 3 ta tuzning eritmasi, ya'ni bariy xlorid, kumush nitrat va natr karbonat tuzlarining eritmalari kerak bo'ladi. Dastlab birinchi probirkamizga bariy xlorid eritmasidan 2-3 ml solib olamiz. Uning ustiga sulfat kislotadan 2-3 tomchi tomizamiz. Endi ikkinchi probirkaga kumush nitrat eritmasidan ham solib olamiz. Kumush nitrat tuzimizning eritmasi ustiga esa xlorik kislotadan 2-3 tomchi solamiz. Uchinchi probirkamizga esa natr karbonat eritmasidan ham solamiz. Va buning ustiga ham xlorik kislotadan 2-3 tomchi tomizib olamiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi probirkada oq cho'kma, ya'ni bariy sulfatning oq cho'kmasi hosil bo'ldi. Ikkinchi probirkamizda ham kumush xloridning cho'kmasi hosil bo'ldi. Uchinchi probirkamizda esa gaz ajralib chiqdi. Ya'ni natriy karbonat xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishib, karbonat angidrid gazini ajratib chiqardi. Demak, xulosa qilib aytishimiz mumkinki, kislotalar ayrim tuzlar bilan reaksiyaga kirishib oq cho'kma hosil qiladi, ayrim tuzlar bilan reaksiyaga kirishib esa gaz ajralib chiqishi mumkin ekan.